yana borib kelding ikkala o'yina? Yo'q, aya, anaqa darvozani oldi o'ynadi. Akam cho'milaman dedi-da, men cho'milmen dedim, ayam so'kadi dedim. Cho'mildi. Ha, sen cho'milmading-a? Berchi qo'lingni. Hoy, yashama. Yo'q dedim. Irilurma. Nimani sotib berding? Aya uryapti. Nima ukini uryapsan? Yo'qki. Aya, hali teganim yo'q-ku. Babardilo, kerakadilo. Hammalar to'g'riga admin bo'lishdi. Oldingda qoramish o'tgan. Uni aql yo'q, Alo? Mollaga o't berdingmi? Ya. Aya akam mollarga o't bermabdi. So'kinishni ham o'rganyapti, buyini deb so'kyapti. Meni buvaman, buni buvasi-yu. O'chir. Voy, shu go'sh ham achib qolmasa bo'ldi. Ana. Endi aynimaydi. Katta bo'lsam ayamga xolodilnik beraman. Balki kichigini olasanmi? Voy o'lmasam. Nima edi bu? Onajon, sizga niyat qilgandik. Xolodilnik olib beramiz, mana. Aya bu yangi chiqqan brend. Valna xolodilnigi o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Milliy brend hisoblanadi. 3 yil kafolati ham bor. O'zbekistonda barcha viloyatlardan topsangiz bo'ladi. Xalqimiz maza qilsin deb hamyonbop qilib qo'ygan. Xolajon, assalomu alaykum. Ke bolam? Ko'chada xolodilnik turuvdi. Uyga narsalarni olib kirganimizcha yo'q bo'lib qopti. Ko'rmadingizmi? Ha, hayvonlar. Yo, ona aytdim men. Mencha bo'lsa ham vijdonim bor-ku, baribir g'alati bo'ldim. Va o'g'illamaylik desam, yo, ona aziz, ona mo'tabar, ona. Yo, men hayron qoldim-da, bolangiz o'g'ri bo'lib ketayotgan. Voy, o'g'ri bo'libdi bolangiz.